oppoq jentra akalar, faqat avariyniy holatda. Balonni dumalog'imi, yumalog'i deysizlar, mana akalar, o'rta kosasi sinib chiqib ketgan akalar. Mashinamiz urilgan holatda. Salon holatlarini ko'rsatmoqchi edim, eshiklari ochilmadi. Mana oldin mordasiga o'tamiz akalar. Mashinani udarini his qilinglar, bu qanchalik urilganligini. Mordalari qiyshayib ketgan, diskani davomi mana joyida qolib ketgan akalar. Xullas, bu mashinamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan oppoq jentra akalar, avtomat korobka. Hadovoy sistemalarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Hadovoylari yulinib ketgan. Motor korobkasi singan, motori but-butun akalar. Xullas, bu tomonlari mashinamiz ideal turibdi akalar. Mana salon holatini bu tomondan ko'rsataman sizlarga. Mana salon holatlari, airbaglari otgan, rullari tushib ketgan akalar. Mashinamizning probegi juda ham kam. Adashmasam 20 minglar yurgan akalar. Xullas, ko'rib turibsizlar, mashina nok holatda, lekin avariyniy bo'lgan akalar. Orqa bamperlari osilib yotibdi, orqa diskasi ham singan. Menimcha baloni butun bo'lsa kerak. Tonirovka ruxsatlari bor ekan, lekin mashina juda ham qo'g'irchoq bo'lgan. Ko'rib turibsizlar, ko'rib turgan ushbu avtomobillarni mana shu holatda sotib olganmiz akalar. Bilasizlar, butun O'zbekiston bo'ylab shunaqa urilgan, pachoqlangan mashinalar sotib olamiz. Pastda telefon nomer qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Zo'r narxlarda sotib olamiz akalar. Hammadan qimmatroq olishga harakat qilamiz. Joninglar sog' bo'lsin, tanlovda adashmanglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.